Anvar aka, sizda gapi bor ekan, e'tibordi bu. Nimaga mani oyligim kam, Dilshod akaniki ko'p? Nimagaligini bilmoqchimisan? Bo'l, yur ko'rsataman. Asif nechta pul buni narxi? 62 ming. Bilasiz-ku, nimaga so'raysiz? Hozir bilib olasan nimagaligini. Dilshod aka, nechta pul buni narxi? D7 restyling $62 ming, yana kelishtirib beramiz. Orqangizda turgan mashina nechta pul? Bu mashinamizda Linko 900 modeli bo'ladi. MPI motor, 674 ta ot kuchi bor. Bu 1.5 turbo bo'ladi. Abduf, abagrev hamma narsasi bor. O'zining zavodskoy paroglari bor. Davodchiklari bo'ladi. 6 ta sidinada ham Abduf abagrev massaji bo'lib, undan tashqari sidinalar 180 gradusga aylanadi. Bu mashinamiz yurgan 10 mingdan sal oshiqroq Xitoyda. Buning narxi 59,5 ming. Nalichida yana yengilari bor, 1.5 turboligi 64,5 ming va 68,5 mingdan qilib beramiz. Bo'ldi, rahmat Dilshod aka. Bilib oldingmi oyliging nima ekanligini? Dilshod aka, oyi boshi kelganda eslatsangiz, oyligingizga $100 bonus qo'shib beramiz. Asif, agar sen ham shunaqa ishlaydigan bo'lsang, albatta oyligi ancha oshadi.